Subhanallah, Alhamdulillah. Ey erkaklar, shu ahvolga tushib qoldingmi? Xotinning qo'liga qarab qoldingmi? Ha? Oilalarda yoshlar o'tiribdi ko'z yoshi qilib. Nimaga? Bugun o'zbek yigitida jur'at yo'q, g'ayrat yo'q, shijoat yo'q. Nimaga? Oilasiga o'tiribdi xotinni qoshqovog'iga qarab. Chunki televizorlarda o'sha o'zini yulduzman deb aytayotgan haligilar klip ishlayotganda yigitlarni qizni ketidan yig'lab yuradigan qilib qo'ydi. Klip ishlayapti, shunaqa ko'rsatyapti. Yig'lab yuribdi. O'l otang uchun yig'lamaysanmi? Qilgan xizmating, qilolmagan xizmating uchun yig'lamaysanmi? Otamning xizmatini qila olmadim. Duolarni olib, xotinni ketidan ham yig'laysanmi? Ikkinchi toifasi, befazilat ayollarning ikkinchi toifasi azizlar. Eri bilan erini ota-onasini o'rtasini buzadigan ayollar deganlar. Qariyalar uyiga borib so'rang. Ey ota, ey ona, nima sabab bo'ldi? Nima sabab bu yerga kelib qoldingiz? Boquvchingiz yo'qmiding? O'g'limni o'ylantirmasimdan oldin oilamiz tinch edi, deyapti. Yaxshi edi, deyapti. O'g'lim yaxshi edi, meni hurmat qilardi, ko'ynimga qarardi. Mana shu Xudo urgan kelinni oldim, oilada parokanda boshlandi, deyapti. Yana xotin shart qo'yyapti, yo bizlarni tanlang yoki ota-onangizni tanlang, deyapti. Sen kimsan shart qo'yadigan? Ha, sen kimsan? Lekin xotinni tanlayotganlar ko'payib ketyapti kundan kunga. Nimaga? Ota-onani tanlay desa, qaynota uni yaxshi joyga ishga joylab qo'ygan. Topishi zo'r hozir. Tagiga mashina mindirib qo'ygan. Ota-onani tanlasa hammasidan mahrum bo'ladi. Shulardan mahrum bo'lmay ota-onadan mahrum bo'lib ota-onadan kechivoryapti. Bugun otasini urayotgan yigitlar ko'payyapti. Onasini urayotgan qizlar ko'payapti. Kelyapti otalar, o'g'lim meni urdi, yoqamdan oldi, bo'g'di, deyapti. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? O'sha televizordagi faqat men sevaman, sen sevasanlar kasofatidan bo'lyapti. Oxirgi marta 2019-yil qaysi kanalda eshitdingiz? Ey o'g'il, haddingda tur, otang seni sotganda ham, inchunin mushfiq onangning so'zlari botganda ham degan qo'shiqni qaysi biringlar eshitdinglar? Oxirgi qaysi kanalda eshitdinglar? Eshitganinglar yo'q. Otangga tik boqma, iymoning saqla, farzandsan sen doim burchingni oqlani. Qachon eshitdinglar? Eshityapsizlarmi? Eshitmaymiz, u hofizlar ketdi o'tib. Hamma shilqimlarga qoldi kunimiz. Men to'yxonalarda ham aytayapman, hamma yog'i jalaboron qilib aytayotganlarda. Ayt, qani do'stim, aytib ber shu qo'shiqlarni. Ancha bo'ldi eshitmaganimizga deb. Nechta to'yxonalarda aytsam, yetolmadi. Yetib bera olmayapti shu narsalarni. Yoshligingizda eshitardik-ku. Har kuni kunora televizorda, radiolarda aytilardi shu narsalar. Buni eshitgan farzand otaga tik qararmidi? Otaga gap qaytararmidi? Otaga urarmidi? Otani bo'g'ib yoki 40 yil nariyog'ida birorta o'zbek otasi, o'zbek onasi qariyalar uyda bormidi? Bir 7-8 oy oldin bo'lgan voqea. Ona o'tgan, ota yolg'iz yashayapti. O'g'li otasiga, "Dada, kiyimlaringizni yechib bering, tozasini kiying. Kelini yuvib dazmol qilib beradi", deb otadan kiyimni yechib olgan, boshqasini kiydirgan. Ishga ketayotganda xotiniga dadamlarning kiyimlari mana buni yuvib qo'yib dazmol qilib qo'ygan, tashagan, ishga ketgan. Bir soatlardan keyin ota bechora hovliga chiqib, boyaga kir mashina turgan tomonga qarab yursa, borsa, kelini otani kiyimidan, qaynotani kiyimidan hazar qilib otash ko'raydi, ushab kir mashinaga tashayotganini qaynota ko'rib qolgan. Nima qilgan bo'lardingiz? Kelini sizdan hazar qilyapti-da, kiyimimizdan hazar qilib otash ko'raydi, nima qilgan bo'lardingiz? Ota yutaveradi mana bu yerga, bolamni oilasi buzilmasin, nevaralarim tirik yetim bo'lmasin deb yutadi bechora ota. Lekin xotiningizni ko'rib qoldingiz, otangizdan hazar qilib, otangiz kiyimini otash ko'raydi, kir mashinaga tashayapti. Nima degan bo'lardingiz? Menga sensiz dunyo qorong'u, hali ham sensiz yasholmayman, seni sevaman dermidingiz? Bunaqa xotin darim kerak emas hech kimga. Bir kun xotin qilib bo'lmaydi. Otangizdan hazar qilgan xotinni xotin qilib bitta to'shayda yotib bo'lmaydi, birodarlar. Hozir ko'p oilalarni buzgan. Yolg'iz o'g'il kelin ketyapti,
borib olib kelyapti. Kelin ketyapti, borib olib kelyapti. Kelin ketyapti, borib olib. Oxiri shart qo'yyaptiki, bu qizimiz sizlardan alohida o'g'linglar bilan alohida joyda yashasa, keyin yashaydi deb shart qo'yyapti. Boryapmiz kelin tomonga. Axir yolg'iz o'g'il. O'zingizni yolg'iz o'g'lingizga quday shart qo'ysa, chiqararmidingiz? Keliniz bilan borib alohida yashayvermayli, bizlarni o'ylama deb chiqararmidingiz? Chiqarmas edim deyapti. Bu bir. Ikkinchisi, unga ustozlik qilayotgan kim u kelinga? Hali hayotda 10 gulidan bir gul ochilmagan, hayotni achchiq tushugini tortmagan bu kelinga shaytoniy fikrni berayotgan ustozi kim? O 20 yil avval kasofati uchun oilasini buzib qo'ygan ammasi yo xolasi ustozlik qilyapti. O'zi baloga yo'liqqan jiyanini ham baloga yo'liqtiryapti. Oilasini buzyapti. Qo'y qizim, mendan ibrat ol. Mana shu ahmoqligim tufayli erimdan ajrab 20 yildan beri yolg'iz yashayapman. Men ko'zingni och, meni holimga tushmagin, o'sha joyni yaxshiligini oshirib, yomonligini yashirib yashagin deyotgani yo'q. Er bo'lmay o'lsin, ajrash deyapti. Opa singlisiga aytayapti. Men aytdim, sen kimsan desam, men opasiman deydi. Oilang bormi? Bor. Nechta bolang bor? 3 ta. Sen seningga ko'p gapirmaginda o'zing ajrab ko'rsat, primer bo'l, ibrat bo'l mana. Ha, nega ajrasham ekanman? Nega sen seningni ajratmoqchisan? Kasofat mana shundaqa bo'ladi, azizlar. Xudo urgan mana shundaqa bo'ladi. O'shandan ey yigitlar, ayolingiz bugun otangiz haqida nima gapiryapti? Ishdan kelganingizda dadajon unda otajon mundoq deyaptimi yo dadangiz deyaptimi? Onangiz deyaptimi? Shuni o'zida ma'lum bo'ladi. U kelin xotinimizni ota-onamizga qilayotgan munosabati shuni o'zida ma'lum. Er ishga ketishi bilan qancha zulmlarni qilyapti-da, kelgandan keyin yumshoq sipirga bo'lib, artist bo'lib shayton suratiga kirib, go'yoki qaynota qaynonani boshga ko'tarayotgandek. Bechora er bundan bexabar. Yana bundaqa xotinlardan Xudo asrasin. 3-chi fazilatlardan bebahra bo'lgan ayollarning 3-chi toifasi aka ukalar, opa singillarning o'rtasini buzib tashlaydigan ayollar deganlar. Hozir yelkamni chuquri ko'rsin uyingni deb ketganlar bor. Kindik qoni to'kilgan uyga kelolmayotgan akalar qancha? Nima uchun? Kimdan? O'sha ukasini xotinini kasofatidan. Hayotdiy misollarni essiz, dod deysiz. Shu ham odammikin deysizda. Aka kasal, qoraka iltimos, ukamga boring, ayting. Men kechganman, ukamni kechirganman. Shu bir marta kelsin, shu didorini bitta ko'ray, shunda bitta bag'rimga bosib, ukam mendan rozi bo'l, hamma xato mendaydi, hamma xatoni olishga tayyorman. Faqat kelsin, bir marta bag'rimga bosay, ertaga otamni, onamni huzuriga borib men nima deyman? Allohning huzuriga nima deyman borib? Shundan iltimos boring, iltimos kelsin, borib, ey birodar, akangni 15 yo yarim soatlik 15 minutlik vaqti qoldi. O'tadi ketadi. Bor, ukasan. Shunda kechirim so'ra, mayli, kechirim so'rama, borib bir bag'riga bosib ko'rish desam, miyig'ida kulman. Tirjayimda miyig'ida kulyapti-da, shayton Xudo urgan. Qoraka, hurmatingiz cheksiz, siz kepsiz-ku. Agar otam tirilib kelib borib akangdan kechirim so'ra desa ham men bormayman deyapti. Qarang, iflosni qarang. Otasini o'lib ketgan otasini sariq chaqaga olayotgani yo'q. Oxiri nima bo'ldi? Oxiri mana hozir axlatiga qorishib sasib yotibdi o'l olmasdan. Bu shundoq va'da, Xudoning va'dasi shundoq. Siylay rohimni uzgan qotir rohim, xotiningizni rizosi deb, xotiningizni gapiga kirib jigardan kechdingizmi, Xudo sizdan kechadi, bilib qo'ying. Shuning uchun esni yig'ishlik kerak. Hozir bolalarni o'rtasiga tushib achchig'araz bo'lib yurganlar bor. Qarang, aka ukasini o'g'lini bir shapaloq urib, "Ey, bundoq qilma" deya olmaydi. Qilbam ko'rsinchi, ukani xotini nimalar qilib tashyapti? Nimalar deb tashyapti? Nahot haqqimiz bo'lmasa, jigarimiz-ku. To'g'rimi? Uni bir xato yo'ldan qaytarib, "Qo'y, ukam jigar, bundoq qilmagin, bizning oilamizga bu to'g'ri kelmaydi" deb qaytar olmasak, qaytargan taqdirimizda ukamizni xotini bizlarga bir nalamalar deb tursa. Mana televizorlarda bir haligi qanaqadir bir ko'rsatilyapti, shuni
hammasi otalar, onalar farzandlariga muhtoj, eshik qayrab o'tiribdi. Aka ukalar bir-biridan xabar olmaydi. Masalan, sizlarga misol. To'y qilyapsiz. Lekin to'yga mablag' yo'q. Bu yerda qudalar kelib yotdi, qizingizni bering, to'y belgilandi, lekin hech vaqo yo'q. O'g'lingizni uylantiryapsiz, hech vaqoyingiz yo'q. Lekin ukangiz boy, tadbirkor, qo'lida puli bor. Shu ukangizni xotini aytayaptiki, dadasi, umringiz uzoq bo'lsin. Birovdan oldinda, birovdan keyinda yashayapsiz. Xudo sizga berib turibdi. Akangiz to'y boshlab qo'yibdi. Akangizni lekin sizdagi qo'lida mablag' yo'q, jon dadasi, borib mana men turibman, aka, nima xarajatni borini qilib bering, jiyaningiz-ku shular. Shu akangiz xijolat bo'lib qolmasin, to'yini yaxshi o'tkazsin, qancha orzu-havas bilan bu bolani katta qilgan. Xudo sizga berar. Mana shu savobku ertaga jigaringizga deb turibdi. Bordida, keldida ukangiz qani aka nima xarajatni borini qilib tashadi. To'ylar o'tdi, 5-6 oy fursat o'tgandan keyin orqa varotdan gap keldiki, bu ishni orqasida keliniz turibdi, ukangizni xotini turibdi, shu xarajatlarni qildirgan. Qandoq duo qilmaysiz bu kelinni? Qandoq buni rozi bo'lmaysiz bu kelindan? Qani aytingchi? Birodarimiz bor. Ayolim 8 yil rak bo'lib 8 yil azob chekdi. Oxirgi 4 yilida yotolmay ham qoldi. Shundoq yostiqni taxlab turib peshonasini qo'yib o'tiradi. Yotolmadi ham. Mana shu xotinimga opasi kelib qaragani yo'q, singlisi kelib qaragani yo'q. Ukamni xotini qaradi. Hatto axlatigacha tozalab o'sha kiyimini almashtirdi. Men shu kelinimdan roziman. Agar ukamga aytdim, biror bir shu kelinimni, xotiningni xafa qiladigan bo'lsang, men senda ko'tarib voz kechib yuboraman deb, kelinimni shunaqa singlimdan ham yaxshi ko'raman deyapti. Qarang, bunaqa ayollar mingdan bittada. Mingdan bitta, afsuski mingdan bitta. Qani hammamizni ayolimiz akangizni hurmat qiling, jon dadasi, ukangizni holidan xabar olib turing deganda edi. Bizlardachi, ha, yana akangizmi, yana ukangizgami olib borib qilavering, biza muhtoj bo'lib o'tiraveraylik dedi Xudo urganlar. Hali kuni Jizzaxga borib keldim. Bir hoji akamizni so'rasam, Hindistonga jiyanlarini olib ketdi operatsiyaga dedilar. 2-3 kundan keyin o'zlari telefon qilib qoldilar. Kelgan ekansiz, meni so'rabsiz. Shu 37 yashar jiyanim akamning o'g'li jigari qurib, sirroz bo'lib jigari qurib shaqqa operatsiyaga olib bordik. 3 ta o'g'illari bor ekan. Shu 37 yashar yigitni men beraman otamga jigar deb xaridor bo'lgan, bir 10-12 kun analizlardan keyin boyagi bolalarning jigari otanikiga to'g'ri kelmagan. Xotini borgan, 37 yashar yigitning xotini jigarini 60%ni eriga beribdi. 5-6 kundan keyin kelinim uchib keladi. Yaxshi Xudo olasa, bu jiyanim yana bir oycha doktorlar nazoratida turar ekan deb ikkalasi ham yaxshi deyapti. Qarang, qanaqa ayollar bor-a? Qanaqa o'zbek ayoli bor-a? Mana shundaqa ayollarga O'zbekiston qahramoni berib televizorda ko'rsatish kerak. Mana qahramon, eriga jigarini bergan haqiqiy mana muslima, haqiqiy Allohga muhabbati bor, jannatni 8 ta eshigidan kiradigan ayol deb uni ko'rsatish kerak. Hozir eriga xiyonat qilayotgan, erini bir tiyinga olmayotgan, eri aytgan narsani olib bermaganlik uchun sanga tegib nima ko'rdim deyotgan noshkur, nonko'r ayollarga shunaqa ayollarni ko'rsatish kerak, ibrat qilish kerak. Hozir boringda, oshga yeb olib boringda, hozir domla shunaqa dinlar. Jizzaxda bir ayol o'zini eriga jigarini beribdi. Xudo asrasin, men agar shunaqa kasal bo'lib qolsam, sen jigaringni 50%ni berarmiding deb xotiningizdan so'rang. Siz joyidami dadasi deydi. Oshga borib jimpil chalmadimi sizni deydi. Boya tuppa tuzuk edingiz-ku, nima qilyapsiz deydi. Nimalarni tashyapsiz deydi. Siz o'zingiz baloga yo'liqib, meni ham yo'liqtirmoqchimisiz deydi. 100% hammamizni aytadi. Birorta beraman degani bo'lsa menga aytasizlar. Bo'lmaydi, bunaqa ayol mingdan bitta chiqadi. Eri uchun jonini fido qilib yuboradigan ayol mingdan, milliondan bitta chiqadi. Va shu 30 yil yaxshi lavozimda ishlagan, 30 yil ishi zo'r, yediryapti, kiydiryapti, ichiryapti, qilib beryapti, hamma yoq borda ishdan ketdi. Haligilar hisobli bo'lib qoldi, unaqa sharoit qilib bera olmayapti. Men sizga tegib nima ko'rdim deyapti. 30
yillik hammasini shunda ustiga turpoq tortib ko'mvaryapti. Erini butun qilgan xizmati, butun xarajatini. Mana ayollarning ahvoli azizlar. Ana shundan hukamolar aytadilar. Dunyoga bundoq qaramoqchi bo'lsang, bitta kafting bilan bitta ko'zingni bundoq yomib turib, bitta ko'zing bilan olamga qarasang, Xudoni borligiga dalolat qiladigan narsalarni ko'rasan. Quyoshni kim chiqaryapti mana? Ha? Zulmat qorong'ida 3 soat oldin yorug'likni kunduzini keltirayotgan kim? Quyoshni chiqarayotgan kim? Elektrositmi? Qayer? Bu fasllarni almashib turishligi, mana bu qovun tarvuzni bir polizda bo'lib birini biriga rangiga o'tib ketmasligi hammasi Xudoni borligiga dalolat qilib turibdi-yu. Sen deydi bitta ko'zing bilan dunyoga qarasang, Allohning borligini dalolatini ko'rasan bitta ko'z bilan. Lekin ey inson deydi, xotin olayotgan paytingda ikkala ko'zingni ochib qaragin kim olayotganingga degan. Ertaga yig'lab yurmagin, qaysidir bir beodob qizini olib qo'yib baloga yo'li qilib qolib keyin yig'lab yurmagin, keyin kech bo'ladi deydi. Olayotgan xotiningga qaragin, u kimni qizi? Tarbiya bormi, odob bormi? O'g'lingga olib berayotgan. Hozir nima qilyapti? Men sensiz yasha olmayman, sensiz u, sensiz bu uylanyapti. Hech qancha yashamasdan keyin ajrim qo'ydi chiqdi, taloq haydayapti, uni o'rniga boshqa xotin olib kelyapti, olib beryapti-da. Yana nima deyapti? O'zi birinchi xotinim yaxshi edi. Shu onam, shu oilamni buzmaganda shu bilan yashardi. Mana Xudo urganini olib qolib, endi baloga yo'liqib o'tiraman deb yig'lab yurgan yigitlar qancha. Endi gapirsa gap ko'p. Amal kerak, birodarlar, amal kerak. Bizlar shundoq qizlarni tarbiya qilaylikki, bizlarni tarbiyamizni topgan qizimiz, kuyovimiz Xudo asrasin, jigarga muhtoj bo'lib qolsa, jigarini beradigan kelin, qizni tarbiyalab beraylik. Mana bu Xudo rozi bo'ladigan qiz bo'ladi. Shohimardonda ko'rdim, 27 yashar yigitga ayoli pochkasini berdi. General Uzoqov degan joy bor shaharda, jigarini berdi bir ayol eriga. Pochkasini berdi. Quvada, Andijonda, Quvada, Farg'onada pochkasini berdi. Onani ko'rdim, pochkasini berdi. Onaniki qahramonlik emas, ona bolasiga jonini ham beradi. Lekin qahramonlik bu xotinniki bu. Lekin men shu paytgacha eshitganim yo'q. Palonchi xotiniga jigarini beribdi, pochkasini beribdi deganini men eshitganim yo'q. Ming karillamaylik, bunaqa jur'atsiz bilan menda topilmaydi. O'tib olaversin, bir yoqda kelishib qo'yganman, o'shani olaman deb yuribmiz-da hozir laqillab. Endi o'zimni ham gapirgim kelmay qoldi, chunki g'ola-g'ovur bo'lib ketyapti. Bunaqa holatda gapirib bo'lmaydi. Shu gapirmasam tura olmayman deganlar bo'lsa mikrofonni berardim, bir mazza qilib gapira olardi. O'shandan ko'ra sizlar ham gapirmaylar, men ham gapirmaydi. Muhammad Loyiqor akam gapirsin Allohning kalomidan tilovat qilib bir iymonlarimizni charhlab, iymonlarimizga sayqal berib, bir Allohning kalomidan eshitaylik, tafakkur qilaylik. Bu Allohning kalomi nima deyapti bizlarga? Nimadan buyuryapti? Nimadan qaytaryapti? Nima qilishligimiz kerak? Mana buni bir eshitaylik. Vaholanki musulmonman deb yurgan odamlarimiz hammamiz musulmonmisansa 100% men musulmonman deymiz. Lekin qilayotgan ishlarimiz musulmonchilikka to'g'ri kelmayapti-yu. Hozir o'qidi Ahzob surasining oxirgi oyatlarini. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan bandalarim, Xudodan qo'rqinglar va gapirsanglar, rost gapni gapiringlar deyapti Xudo taolo. Qiz musulmonman deyapmiz-u. Musulmonchilik yo'q-u, qilmayapmiz-u. Qani rost gap? Kimni aldayapmiz? Kimni yolg'on gapiryapmiz? Musulmonman deyapmiz, namoz o'qimaymiz. Musulmonman deyapmiz, 2019-yilning ro'zasini shundoqqa tutmay qo'ydik. Musulmonman deyapmiz, to'yimizda aroq qo'yyapmiz, hammani mast qilyapmiz. Musulmonman deyapmiz, vino, vodka do'konida bir musulmonning farzandi, musulmonning navarasi, hojining o'g'li aroq sotyapti-ku. Qani musulmonchilik? O'shandan rost gapni gapiraylik. Islomni yursak, islomga amal qilsakkina men musulmonman deylik. Bo'lmasa musulmonman deb o'zimizni amal demaylik, boshqani ham. Xudoyim hammamizni musulmon qilsin.
musulmonlardan qilsin. Musulmon bo'lib yashab, musulmon bo'lib o'lib, musulmon bo'lib qabrga kirishlik baxtini hammamizga nasib qilsin. Ey bandam, keldingmi? Qancha kirdikorlaring, qancha xatolaring bor edi. Men hammasini Sattorul Uyub bilan, sifatim bilan yopib kechirib yubordim. O't jannatimga deydigan bandalardan bo'lishligimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavba qilinglar. İçiyapsizlarmi bugun? Kecha ichdinglarmi? Tavba qilinglar. Sigaretinglar bormi hozir cho'ntaginglarda? Nosvoyinglar bormi? Hozir tashab tavba qilinglar. Men sizlarni ogohlantirdim. Ertaga Allohning dargohiga borganda nimaga chekding desa, menga hech kim chekmadi deya olmaysizlar. Chekma deganda chekmasdim deya olmaysizlar. Ichma deganda ichmasdim deya olmaysiz. Tilinglarni Allohning dargohida qilib qo'ydim endi. Agar shu bugun tashamasanglar, ikki dunyoda afsus qilasizlar. Bugundan 5 mahal namozni boshlamasanglar, ikki dunyoda afsus qilasizlar. Bugun boshlamaganlar uchun. O'shaning uchun tavba qilib, bugundan ibodat yo'liga, taqvo yo'liga yuraylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islom Media kanaliga obuna bo'ling va biz bilan bilimingizni oshirib boring.